Ispaniya Superkubogi Barselona Atletik Bilbao o'yinini tomosha qilib boramiz. Yaqin 90 daqiqa davomida o'yinga start berildi. Chapotdan pas oldinga Rooney to'p bilan oldinga pas bu yerda kim bor zarba va bu yerda darvozabon Unai Simon, Ispaniya terma jamoasi darvozaboni o'z o'rnida. Pedri yana Barselona hujum oldinga qarab bormoqda. Rooneydan zarba va bu yerda yo'q, bu Rooney emas. Bu Fermin Lopesdan zarba va bu yerda ham darvozabon Unai Simon o'z o'rnida. O'ng qanotdan Rooney oldinga qarab bormoqda. Oldinga pas, bu yerda kim bor? Fermindan zarba va Ferran Torresdan gol. Barselona uchrashuvda hisobni ochmoqda. Kutilgan gol. Chunki Barselona shu vaqtga qadar nechta bitta hujum amalga oshirdi va shularning bittasini mana bu yerda Ferran Torres golga aylantirmoqda. Bu yerda darvozabon hech narsa qila olmadi va golni oldini ola olmadi. Ajoyib o'yin va bu yerda to'p qo'lga tekkani yo'q. Himoyachilarning e'tirozi besamar. Yana hujum bo'lishi mumkin. Bu yerda kim bor? Rafinha qanotdan oldinga pas va Fermin Lopes oxiri o'z maqsadiga erishmoqda. Hisob 2-0. Uchrashuvning 3dan 1 qismi ortda qolgan bir paytda Barselona hisobni 2-0 ko'rinishga keltirib qo'ymoqda. Ferran Torres, Fermin Lopes, yo'q, Torres emas, bu Fermin Lopes. Yana bir hujum bo'lishi mumkin. Bu yerda Rooney zarba va darvozabon to'pni o'tkazib yubormoqda. 3-0. Bugungi o'yinda Barselona Atletikni ayab o'tirmayapti. Rooney o'z bugungi o'yinda nimagadir haqli edi va o'sha haqqini aynan Unai Simondan tortib olmoqda. Ajoyib zarba va darvozabon bu yerda to'pni qaytaraman deb xatoga yo'l qo'ymoqda. To'pni sakraganligi darvozabonga muammo bo'ldi ushbu vaziyatda. Rafa oldinga qarab bormoqda. Braziliyalik futbolchi zarba 4-0 Barselona. Birinchi taymning o'zidayoq Barselona hisobni 4taga oshirib qo'ymoqda. Atletik Bilbao bugun hech narsa qila olmayapti. Flik shogirdlarga qarshi ushbu o'yinda ajoyib harakatlar va yaqin burchakka maxladi. Rafa ajoyib o'yin. Shunchaki respekt mana bu vaziyatda Rafinhaga. Juda ham qiyin vaziyatdan gol urib hisobni 4-0 ko'rinishga keltirib qo'ymoqda. Yana bir hujum bo'lishi mumkin. Bu yerda kim va avtogol bo'lishi mumkin edi. Darvozabon esa buning oldini olmoqda. Unai Simon bugungi o'yinda jamoasiga vaziyatlarda yordam bermoqda. Zarba va Atletikdan ilk hujum. To'p esa darvoza to'siniga tegib qaytib ketmoqda. Barselona hujumda ajoyib vaziyat bo'lishi mumkin. Pedridan zarba va to'p qaytmoqda. Yana bir zarba bo'lishi mumkin. Bu yerda kim bor? Zarba va Rafinhadan dubl. Rafa bugungi o'yinda ushbu dublga haqli edi. 2ta gol, bitta assist va ko'p ehtimol o'yinning eng yaxshi o'yinchisi deb topilishi ham mumkin Rafinha ushbu o'yinda. Qoyil Barsa bugun ikkinchi tarkib bilan bo'lsa ham Atletikni mag'lub etmoqda. G'alaba bo'lyapti-da. Yana bir hujum bo'lishi mumkin, birga bir holat bo'lishi mumkin. Kim bor bu yerda? Va noaniq zarba. Bu vaziyatdan gol ura olmaslikning o'zi bir mahorat. Rostdan ham nima qilyapti o'z bugungi o'yinda Bilbao futbolchilari? Yana bir vaziyat bo'lishi mumkin. Unai Garsiyadan save. Yana Garsiya. Ketma-ket ikkinchi o'yinda ham Joan Garsiya o'z darvozasi daxlsizligini saqlab qolmoqda. Uchrashuv yakunlandi. Eng yaxshi o'yinchi esa albatta Rafa.